tozalab oldin rayonda, tumanda bitta fohisha chiqsa, butun rota borib o'chit bo'lib yalinib, Fatima opa meni galim, jahon qochib turib meni galim deb gandon topolmasang, paketni baylab bo'zi ham har kuni o'chit bo'lib ko'zga surkab, o'zi jalab frontdan qaytib kelgan opaxonni ko'zga surkab bitarardik. Hozir mana nima bu fohisha telefon qilsang, skoriy pomishdan tez yetib keladi. Pizzani adin domada ko'rganmiz. Pizza hozir pepperoni, xuyuroni, qazlik, molli tili, otli tililigi, bilat, Kitay, italyanskiy sir, meksikanskiy sir, belgiyskiy sir, bu yoqda bilat, finskiy sauna, ruskaya banya bilat. Odam yoshlar zerikib ketmadimikin? Tayyor mana jalaman, tayyor. Shunda ham ko'tlab baxtsiz bilan. Depressiyaga tushib qoldim. Voydat. Energetik ichaman, energiyam tugab qoldi. Sen qo'tag'alini 20 yoshingda qatga ishlatib qo'yding sen energiyani. Qatga ishlatib qo'yding sen 20 yoshingda o'zi hali. Nima sen to'rtta zavod tutib qo'ydingmi biladi yoki bir narsalar qilib yording, energiyang tugab qoladi. Kechasidan 5 ga bir urgan, birovni qizni itargan, birovdan qarz olgan, ekspetga tiqqan, ko'tiga tiqqan, ko'zi moshluqi bo'lib ertabgacha kompyuterxonada o'tirgan, nimaga yashayotganini o'zi bilmaydi. Hamma narsa bor, mana imkoniyat, mana kredit, mana ish. Biz yoshligimizda mardikorchilik bor, aravakashchilik bor, jalab non tashirdik. Tarvuzlarni vagonda haligi tushirardik jalab. Hozir puliga jalab ofitsiallik qilsa ham chivi 200 mingdan, 100 mingdan kuniga, yana plus bonusi oyligi bor, garantirovni jalab sal ko'tarinki birini kimni masaj qilib qo'ysa, masajist 10 million 15 ming oyligi. Shunda ham bular siqilib qoldim. Nima qilsam ekan? Tubiga tushib qoldim. To'lkam tashab ketdi. Bevafo dunyo. Boyiga tegib ketdi.